Avtosel kuzatuvchilari, mana shu uskunamiz vibrastent bo'ladi. Ya'ni vibrastent o'sha oldinlari odamlar ustalar mashina olib turib, yomon yo'l qidirib, yamallarga tushib, tekshirib, keyin mijoziga olib kelib turib, mana mamti ketibdi, buni ketibdi deb diagnoz qo'yishganda, endi unaqa narsalar hojati yo'q. Mana shu vibrastent olsanglar, mana o'zi 4 ta stoykali bo'ladi. O'sha oldi vibratsiya beradi, o'sha to'lqinlarni har xil funksiyalari bor va orqada ikkita stoykasi prosta mashinani ushlab turadi. Endi bu vibrastent uchun обязательно bitta podъемник olishingiz shart bo'ladi. Buni birinchi mashinani podъемник ko'tarib olasizlar. Keyin mana bunaqani roliklari bor, mana bu o'zidan mana yon qo'yib turib, tekislab turib, keyin podъемник tushirsanglar, o'sha vibrastentga o'zi mashina o'tiradi. Keyin sekin mana 220 ga ulab turib, alohida bo'ladi. Bittasi alohida kabel chiqqan, boshqasida boshqa kabel chiqqan. Mana kirib turib, funksiyalari har xil pozitsiyalar bor. Misol uchun mana yaxshi yo'l, yomon yo'l, mana rejim плохой дороги, режим панированной поверхности, режим дорожного движения с лежачим полицейским. Xullas hammasi rus tilida yozilgan. Endi xudo xolisa buni ham bir o'zbek tilida qilish bir niyatlarimiz bor. Ko'proq sotsak o'zbek tilida ham bo'ladi. Endi hozircha men ruscha tushunarli. Tak, o'shanga biz bemalol buni mana rejim недовно дороги запускать ketsa. Ammo endi usta kiradi, ko'radi, eshitadi. Aka sekin nok qiladi. O'chirib qo'yadi. Keyin boshqa rejimga qo'yadi. Xullas 3-4 ta rejimi bor buni. Qo'yib turib, o'sha qayerda problemasi borligini aniqlasa bo'ladi. Shu ishlatish juda ham oson buni. Hamcha unaqa hali nechta soatlik muammo chiqmadi. Endi bizda o'sha garantiyasi bor 12 oy. Hamda mana shu o'sha vibratsiya beradigan o'sha nima deydi sharnirlari mana bu smaska bo'lib tursa, bu buzilmaydigan uskuna ekanda. O'zi biz ham zavodlarga borib, bularni astoydil tanlab, buni o'zi O'zbekistonga kelgan 3 tonnaligi bor. Bu biz olib kelgani, biz astoydil 4,5 tonna olib kelganmiz-da buni. Endi bu bemalol o'sha 4,5 tonna bo'lgan mashinalarni ko'tarib, o'sha bemalol silkitib, o'sha vibratsiya berib, hadovoyda nima muammolarni ko'rib, birdaniga diagnoz qo'ysa bo'ladi. Mana yana bir bora eslatib o'tamiz, biz o'sha zavodlar bilan to'g'rimi-to'g'ri ishlaymiz. O'sha zavodlarga birinchi boramiz, tekshiramiz, o'zimiz ko'ramiz, keyin olib kelamiz. O'shaning uchun ham mana shu zavodlardan olayotganimizda mana shu avtoservis yozig'ini yozishni so'raymiz. Nima desanglar, mana shu avtoservis yozig'i bizning garantiyamiz. Mana shu mabodo birni o'lib qolsa, buzilib qolsa yo nosozlik bo'lsa, bizni kelib o'sha tuzatib berishimiz kerak. Nima desanglar, o'sha mana shu brendimizni xudo xolisa mana shu O'zbekistonga tanitishga, mana shu mashhur bo'lishiga ishonamiz. Do'konimizga kelsanglar, o'sha Sregeli mashina bozor 77-do'konga batafsil ma'lumot beramiz. Yana tushuntirib qo'yamiz, qanaqa ishlashlarini, qanaqa funksiyalari borligini, hammasini batafsil tushuntirib sizga chiroyli ravishda narxlarni ham kelishtirib beramiz. Agarda sizlarga ham mashina uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Sergeli mashina bozor 77-do'kon yoki mana shu nomerlarga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumot beramiz.